Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 13-may 2026-yil. Mana bu qo'yning bir barakasi haqida gapirmoqchi edim. Mana bu qo'yni sentyabr oyida 8 million so'mga olgan edim. 1-noyabr pulini beraman deb. Shu qo'y kelganida bitta bolasi bilan keldi, o'tgan yilgi bolasi bilan. Hozir o'sha bolasini ko'rsataman. Mana shu bolasi, ena bolani 8 millionga oldim. Bu bolasi mana tug'di. O'zi bilan kelgan bolasi mana bu qo'zini urg'ochi bir chiroyli bola berdi. Mana. Endi qo'y o'sha kelganida bir 20 kun, bir oyda ichida tug'ib berdi. Qo'chqorcha tug'di. O'sha qo'chqorchani yanvar dekabrda 28-ga men 3,5 millionga sotdim. Qo'chqorcha kichkina qo'zi edi. Endi o'sha tuqqanidan keyin qochib mana bu qo'zini tug'di bu. Mana shunda qarang. 1 2 o'zi. Mana bu qo'zi 3, mana bu 4. Yana sotgan qo'chqorcham bilan 5 bo'layapti-da. 5 bosh qo'yga aylandi mana shu. Endi bugun mana qochyapti yana o'zi. Qo'zisi. Bo'lsa bir 20 kunlik bo'lsa kerak bu. Bo'lsa 20 kunlik shu. Bugun yana qochyapti mana qo'chqorlar. Endi buni biznes jihatidan qarasak ham, hamma tomonlama qarasak ham bu rosa ham foydali bo'lyapti-da bu. Endi puliga chaqib hisoblaganda ham hozir ko'ryapmiz, bozordagi qo'zlarning narxi, qo'ylarning narxini hamma ko'rayotgandir. Endi men shu qo'ydan juda katta baraka topdim-da. Yana ikkita qo'zi yonidagi qo'zi ham, bolasi tuqqan qo'zi ham ikkalasi ham urg'ochi. Inshaalloh keyingi yil parallelni bular o'zlari bilan yana qochadi. Mana qo'y hozir qochyapti-ku, shu xudo xolasa sentyabrlarga tug'ib bersa, xudo bersa, sentyabrda bizda yaylov yaxshi bo'ladi, o'tlarni nimasi juda pishgan, donga to'lgan payti bo'ladi. Bu sentyabrda tug'adi, yana qochadi-da bu qo'y. Xudo xolasa, xudo bersa. Yana ozgina ushasa, bu demak 20 millionga aylanyapti-da shu qo'ydan tarqagan avlod. O'zi 8 millionga kelgan menga. 20 million. Bu degani biznes jihatidan hisoblasak yaxshigina daromad bo'lyapti-da. Shunga agar kimda reja bo'lib qo'y qilaman deb shunaqa bir niyatda yurgan bo'lsa, albatta qo'y qiling. Qo'yda baraka bor.